Assalomu alaykum. Güzel tilak, sog'lomroq psixika to'rt darsxonasiga barliq aziz qarindoshlar. Hammalarning harja vaqtlaringlar xayrli bo'lsin. Men psixolog qarindishinglar Go'zal Nur Nurmamat. Aziz qarindoshlar, bugun shu damlash kunimizda ma'lum bir qarindishimiz o'zining oilasidagi masalalarni hal qila olmay, ajrashib ketadigan yerga berib qolgan to'q. Ajrashishdan burun bir siz bilan bir ko'rishib o'tib ajrashaylimi yo ajrashmaylimi degan qaror berayli deb shu ayolim bilan Mang tərs onu qayıl qılıb, siz bilan bir görüşüdüğanğa vaqt alsaq deb o'ylab, şunu telefon qilgandim. Mumkin bo'lsa, bugunlam bir görüşəlisiniz, bək yaxşı bo'ldi degan talab bilan telefon qildik. Men endi bir uy buzilib ketib qolmasin deb bo'ldi deb darhol qabul qildim. Endi singlimiz bilan ko'rishgandan keyin aziz qarindoshlar, bu hikoyalarni so'zlash jarayonida hammamizning oilasidagi ma'lum bir yo'chuqlar bo'lib qolsa, itilib qolsin. Asan qaror chiqarib har qanday bir masalani bir taraf qilish uchun biz kuch qilsak, izdansak, cho'qim bir yo'lni topa olamiz deganni anglatish uchun mush darsda mushu 2 yoshning hayotini bir anlatib qo'yay dedim aziz qarindoshlar. Hamda bu singlimiz to'y qilg'ili uzun yil bo'lmabdi. 5-6 yillar bo'pti. Balasim yo'q ekan, ishqilaylan ishlaydigan, moddiy siqintisimi yo'q ekan. Sadece bu balaninki shikoyati ayolim menga faqat ishonmaydi. Keç-gündüz mening peyimde turdi. Keç-gündüz telefonimni aqtirdi. Keç-gündüz nima ish qilayotganimni kontrol qilib turdi. Shuningmush ayolimga "Ya bir dori beramsiz? Ya bir davolashning boshqa bir usul bo'lsa, menga siz tavsiya qilamsiz? Qanday qilsak bo'ldi? Mening ajrashib ketgim yo'q hozirgi davrda. To'y qilish pek tez bo'lib ketdi. Bundaq ishonchlik meni yaxshi ko'radigan ayolni takrar hayotimda topa olishim mumkin emas, lekin men yaxshi ko'rish bek ishib ketdi. Men qanday qilaman? Masala mendimi, ayolimdimi degan shu savolni o'tirib qo'ydi. Ayolim yanida. Ayol dedi, avval siz gapingizni tugating, undan keyin men o'zimning ko'ngildagini deb baqay. Qaysining to'g'ri xatoligiga psixolog xonim javob bersin degandek shu shaklda paranglashlar davom qildi. Hamda bu yigitninki bu hayotdagi shikoyati men ishonsgan degan ekan. Hamda singlimizningki shikoyatiga qaraydigan bo'lsak, singlimiz deydi, "Malim, men bu bola bilan nayti bir-birimizni yaxshi ko'rib, shunchalik arzu-umidlar bilan to'y qilgan, lekin to'y qilib uzun o'tmaylam, shu sotsial mediada uning boshqalar bilanmi paranglashayotganligini telefondan ko'rib qoldim. To'g'ri, telefonni avtomatlasam kerakdi, lekin uninki menga bo'lgan muomalasidan mana bir aqlli ayol menga qanday muomala qilayotganligidan uning hayotidagi hissiyot bo'linmasidagi shu menga bo'lgan uzoqlashish, menga burunqidek iliq muomala qilmasligidan uning cho'qim hayotiga birisi kirdimi degan shu gumon bilan telefonni qarab qaydabli qarab chiqishim bilan u ma'lum yo'chuqlarni menga ko'rsatib qoldi. U menga tag'dek ishinib telefonimni qaramaydi deganda, ammo qarab qilish bilan nurg'un sirlarni bilib qoldim. Mendan boshqa nurg'un qizlar bilan to'rda nayti muhabbatlik paranglarni qilishibdi. Cho'ng alayda ish bo'lmasimi, shu muhabbatlik paranglarni qilishi mening uningga bo'lgan hurmatimni tuvallatibdi, uningga bo'lgan ishonchimni tuvallatibdi. Ming ishinay desammi, uning qilib qo'ygan shu xatoligi mening ichimda bir xil vasvasa paydo qilib, bu ashtaq odam sen kontrol qilib turmasang, uning buning xat yozadi, uning buning bilan paranglashadi. Sen hurmatsizlik qildi, oxir bu oilang buzilib ketadi. Shuning uchun sen yaxshi kontrol qil degan inkasini berdi g'oyaga. Asli mushu akab qo'ygan. Shunga to'xtamay telefonni qarayman. Kechkab qolsa yoki degan vaqtda ishdan chiqmay qolsa, nima ish qilgandi deb hamma odamdan gumonlanadigan qilib, normal meni mushundaq tadirgin holatga mushu akab qo'ydi. O'ylab qolmadim, davolanish kerak bo'lgan umu menmi degan mushu savolni so'rdi. Asli bular o'zlari mushuni paranglashib hal qila olish kerakdi. Lekin achchiqlangan vaqtida aziz qarindoshlar, yaqin qalblarmi uzoqlashib ketadi. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib, muhabbatlik o'tayotgan vaqtimizda nayti pisir-pisir qilib deyishgan gaplarimizni anglab shunchalik hayajonlanib ketamiz. Lekin urush, jidal, o'tirg'in shundaq ko'ngilsizliklar kirganda yumshoq gaplar anglashilmaydi. Qalb allburun uzoqlab ketgan bo'lg'achqa yaqin yana turibmi vaqirab to'lishib ketamiz. Bu bir normal ahvol. Biz buninglik bilan
alayda öç bo'lib ketdik, ortiq tutadigan yer qolmadi, ajrashib ketaylik deb ham ajrashishni tanlasak, ajrashish qutulish emas aziz qarindoshlar. Qandaqdir bir qiyinchilikqa uchirgan vaqtimizda o'lib olsam bo'ldi-ku deb o'limni tanlaganlar, takrar hayotga ega bo'lolmagandek, ajrashishni tanlaganlarmi takrar bu hayotiga yana ega bo'lolmasligi mumkinchu. Shuning uchun keyingi pushaymon, o'ziga dushman degandek, mushundaq masalalarga uchrab qolsanglar, aldirab qaror berib etmanglar. Endi biz bu masalani qanday hal qildik desanglar aziz qarindoshlar, men shu inimizga dedim. Har qanday bir ishning sababi bor. Siz albatta oilangizni saqlab qolishni o'ylaydi ekansiz. Uzum pesh og'zimga tush deb harakat qilmasak, uzum kelib og'zimizga tushib qolmaydi. Cho'qim biz be o'rnimizdan turib, halim bo'lsa uzum pishibdi harakat qilay deb shu daraxt qo'limizni uzitib chiroyli yuvib pokiz yegan vaqtimizga bizga nihoyatda sinishlik bo'ldi, foyda qildi. Shunga o'xshagan sizmi shu uyni saqlab qolmay desangiz, aldı bilan ayolingizga bo'lgan hurmatni kuchaytiring. Boshqa tanımagan yot jinslar bilan qilishgan shu muhabbatlik paranglarni ayolingizga qiling. Sizning shu bir ikki qitimliq ketkizib qo'ygan yeringiz ayolingizning qalbida nihoyatda chunqur bir qalb zahmisini paydo qilibdi. Shuninglik bilan shu sizning qilgan shu xatolaringiz bilan ayolingiz hozir sizni kechirolmayapti. Asosliq manba yenilam siz ekan. Davolash to'g'ri kelsa ayolingiz emas, oldi bilan sizning mushu shaxtdan shaqqa qo'nib boqadigan huyingizni davolashsaklar, sizlarning oila nihoyatda baxtli bo'ladi. Chunki bir ayol hech qanday vaqtda ajrashib ketay deb to'y qilmaydi. Arma o'xshash, ammo ayollar bakrak hissiyotga tayinib romantik yashashlarni ko'p o'ylaydigan, xiyolni ko'p qiladigan mushu xarakterda bo'lgan bo'lg'achqa, bu ayolninki hayotida eng muhim narsa siz bo'lib qolsiz to'y qilgandan keyin. Siz onunğa shu ehtiyoji bo'lgan narsani berolmay, mushunda xotirjamlik tuyg'usini beradigan ishlarni, harakatlarni qilib qo'ygan vaqtingizda bu ayol uyni buzib o'tish emas, uyni tuzash maqsadi bilan sizni shu yo'llarga mangmizkan, men miyati bor meni ku deb sizga yiqilish bilan aslida oilangizni qutqizishga harakat qilyotidi. Siz buni pozitiv shaklda, ha ayolim meni yaxshi ko'rgan bo'lg'achqa, meni ham teshidagi zinolardan, qalamqa yo'llardan mushu shaklda qo'g'dab etibdi, ham oilamizni saqlab qolish uchun bir yo'l izlab etibdi. Asl sabab men ekan debla telefoningizga shifr qilib qo'yib, ayolingiz bu uyga kirsa, u uyga chiqib ketib, u uyga chiqib kelsa, u birni kirib olib telefon qarab o'tirganning o'rniga uch qashqari aranglarda hech qanday sir bo'lmaydigan bir munosabatni hosil qilsangizlar, sizlarning oiladagi bu munosabatni o'shab ketgil bo'ldi. Hozir ishkalanlar yashgansizlar, kun bundoq o'tavermaydi. Bizningki atugin bolalarimiz bo'ldi. Bizning qilgan har bir ish harakatimiz bolalarga bir dars bo'ldi. Sizlarning shu davranishinglardan, bir-biringlar qilayotgan hurmatinglardan, bir-biringlarga bergan ishonchinglardan bolalarda aniq xarakter yetiladi. Biz dunyoda qila oladigan eng yaxshi ishimiz avval o'zimizdagi kamchiliklarni tunish. Kechgacha boshqalardan ag'rinib, undoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi deganning o'rniga, mushning sababida meningmi bir jarayonim bormi qandaq deganni tunib yetsaklar, har qanday masalani hal qilib bo'ldi. Sizlarning munosabatinglar ajrashadigan doirada emas ekan. Siz oldi bilan ishonchini bering. Telefoningizning shifrlarini o'zgartirish gap kelsa, masalan, teshik odamlar bilmasin deb qilib qo'ygan bo'lsangizmi, ayolingizdan saqlamang. Ayolinglar bilan arangizda hech qanday sir qolmasligi kerak. Teshiriki insonlar ma'lum vaqt sizlarga ma'lum illiqlikni beradigan bilan uning o'zguchishlik hayoti bo'ldi. Haqiqiy ehtiyojingiz bo'lganda, haqiqiy beshingizga kun tushganda, yana mushu ayolingiz sizga asqatadi emasmi? Shuning uchun singlimizningki mushu 5 yil ichida burunqi nayti kulib turadigan go'zal xarakterni siz o'zgartib, shundoq to'liq qaqshaydigan, kaydigan qilib qo'ygan siz bo'lganligingiz uchun endi ayolingizga dovrini siz bering. Bu dori sizning qo'lingizda. Xushallik hormonini ajratib chiqara oladigan, yaxshi yalagingiz hayotga o'zib achiqing, ko'nglini iling, mavu xufiyani qiladigan, ko'ngil aldaydigan mavu vafosizliklaringizni tugatsangizlar ukam. Siz ko'nglingizda men hech qilmagan tursam, gap qilishib qo'ysak nima bo'pti? Haq menga yezibdikan, salom qilibdikan, men salom berib qo'ydim, yo tunimasam degan bu sapsatlarni tashlab, demakki, aldash qandaqdir sadece jism bilan aldash emas, til bilan aldashmi, ko'z bilan aldashmi,
hissiyat bilan aldashma aldashlarga kirdi ekan. Albatta, mening ayolim mushuni qilgan bo'lsa, menmi qabul qilolmaydim. Ayolim haqliq ochiqlab o'tibdi. Men o'zimni to'zasam, oilam o'ngishildi ekan degan ma'ni avval siz qabullaning. Buninglik bilan sizning ayolingizga bo'lgan ayeplishingiz haqqi o'zgaraydi-chu. Uni ayeplaydiganning o'rniga demakki asosliq manba menda bu ailamiz uchun saqlab qolish uchun kurash qilib o'tibdi deb hurmatlaydigan ayolingizningki shu sizga qarshi tatliq qizg'inishlardimi huzur ola oladigan siz paydo bo'lsiz. Shuningga mening sizga tavsiya qilganim shu, hamda singlimizga tavsiya qilganim bo'lsa, sizmi bek alayda kirishib olmasangizmi bo'ladi. Eng muhimi siz o'zingizga ishoning. Sizni zaten shuncha gullarning orasidan tanlab, mushu menga loyiq deb o'zgan bir eng qalbining eng chunqur yerdan sizni yaxshi ko'rdigani bu haqiqat singlim. Shuningga ba'zan vaqtlarda unchalar sezgir bo'lib o'zingizni charchitib olmang. Uningga bergan, shu uni o'ylaydigan, uningdan qusur izlaydigan, uningdan qizg'indigan shu vaqtlarda o'zingizni yaxshi kutib, o'zingizning har turli xizmatlarni yaxshi qilib, boshqa yangi o'zingizni yaratib tursangiz, o'zingiz uchun foyda. Dunyoda insonlarning qaysi vaqtda qandoq o'zgarib, qandoq bizga zarar beradiganligimizni, munosabatning qaysi darajaga berib qoldiganligini biz bilmaymiz. Dunyoda eng rezil jonliqmi inson, eng mehribon jonliqmi inson. Biz bir insonning o'zgarib, nayt yaxshi, nayt go'zal, voy mushtaq bo'larmi? Bu inson nayt yaxshi-ku degan insonlarning o'zgarib qatil bo'lib ketganini ko'rdik aziz qarindoshlar. Hissiyat kontroli unda qulay narsa emas. Ma'lum kichik ishlar bilan o'ziningki anliq shu hislarni yaxshi kontrol qilolmay nurg'un qonun yo'llari kirib qolgan yoshlarimiz bo'lsin, yashalganlarning ichida bo'lsin, nayt ko'p uchirtimiz. Biz mushu psixikalik davolash qilish jarayonida garchi o'zimizning ishi bek cho'ng bo'lib ketmasmi, atrofimizdagi shu masalalarni hal qilish jarayonida qozongan tajribamizga ko'ra sizlar kesib turib, men shaxsan shuni deb beralayman. Har qandaq narsa o'zligidan bo'lib qolmaydi-chu. Bizning xarakterimiz bir kunda o'zgarib qolmaydi. Nurg'un bislishlarning oqidan o'zimiz to'nmaydigan ma'lum bir jonivor paydo bo'lib qoladi. Ba'zan o'zimizga zarar berib qo'yamiz, ba'zan bilmay boshqalarga zarar berib qo'yamiz. Ba'zan bilib turib, ammo o'zimizning hissiyotini kontrol qilolmagan ahvol ostidami, yana boshqalarga zarar berib qo'yamiz. Shuning uchun shunday chiroyli, tatliq, shirin ayolingiz bor tursa, siz buni kulmaydigan, vaqirab tug'laydigan farqli bir sizga go'min qilgan yerga, sizga boshqacha bir ta'sir beradigan yerga olib qo'ysangiz bo'lmaydi. Shuning uchun oldi bilan siz o'zingizni tuning, kechirmangizni so'rang, xatolik sizda bo'lgandan keyin kechirim qilishni talab qilish sizga chuptovka. Mushuninglik bilan ajrashib ketmasanglarmi, o'yinglarni olib ketalaysizlar deb o'ylayman. Singlim, siz qanday qaraysiz deb so'ragan vaqtimda, singlimiz qalbimdagi men deyamaganlarni siz mendaklar anglitib berdingizda, mening talab qildiganim mushulam emasmi? Men mushuni necha yillardan beri men deb o'zgartamadim. Ba'zan narsalarni biz desak qabul qilolmaydi ekan. Demakki, mushunday maslik kelgan vaqtida o'zimizning og'izdan deydiganni bir psixologga tegizsak bo'lamdi nima deganni o'ylab qoldim degandek, unchalarmi emas. Demak, ma'lum vaqtlarda hissiyotlar uzoqlashgan vaqtda yumshoq gaplarmi qattiq anglanib qoldi. Demakki, mushundaq masalalarni bir taraf qilishda tentaklik bilan aldirab qaror berib o'tmay, mushundaq yo'lini tepib hal qilishga ko'sh qilsanglar aziz qarindoshlar. Har qanday voy bo'ldi, to'ydim, vaz kechaychu, rahatligimni qazanaychu deb yo'lga chiqib qolgan, lekin oxiri sizlarga xayrlik bo'lmagan, azob elib kelgan shundaq yo'llardan qutulib qola olasizlar aziz qarindoshlar. Bu kichkina bir hikoyani biz bir qancha qatim sizlarga so'zlab birdan tugitib o'tgan bilan, ammo bular 5 yil yashab o'ylab qolinglar. 5 yil degan qancha kecha kunduz, qancha soat, qanchalik energiyalar xo'rdim mushuni yashash jarayonida. Bir qizninki 20 yoshidan 25 yoshga qadar bo'lgan mushu jarayonni, 25 bo'lsa 25 dan 30 yoshga kirgan mushu jarayonda chochlariga oq tushib ketibdi, badan saposi nurg'un o'zgarishlar bo'lib ketibdi, hormonal masalalar chiqib, hatto ballaqmo bo'lolmayapti. Biz kichik deb qarab qolgan ba'zan masalalar aziz qarindoshlar hayotimizda mana shundaq o'ylab baxmagan ko'ngilsizliklarni, sog'lom bo'lmagan masalalarni keltirib chiqardi. Shunga mush masalalarni
hal qilinmayotgan qarindoshlar bo'lsa, bu kichik maslikni demay, o'zaro ayol bo'lsin, er bo'lsin, tonimaydigan, notanish kishilarga aldirab ko'ngil berib ketishdan saqlanaylik. Bu ko'rinishdan kichik masala qilgan bilan aslida cho'ng masalalarningki birinchi buzg'unchilikqa uchirtayotgan asosli masalasi. Shunga mushundaq tonimaydigan bu insonlarni do'stlar chambarkimizdan tazlab gap qismi gap qilmay tunmasangiz zaten kerak yo'q uning bilan yo tunmasangiz bika vaqt o'tkazib o'zingizni aldiganning o'rniga tuniydigan yaqin do'stlaringiz bilan oilangizga jo'rangiz bilan o'zinglar bilgan temalarni paranglashsanglar texnik ko'ngillik emasmi? Bunga ko'nib qolsak yaxshi emas aziz qarindoshlar. Keyin atrofimizda doimla ashundaq yo'llarni izlaydigan bo'lib ko'nib qilib bizningki mamiyamizdagi anliq depominninki chiqib bizni xushal qilishga muhtoj bo'lib qolsak, aqtamaka xuma bo'lib qolgandek xuma bo'lib qolamiz. Keyin tanlayolmay yana yolg'iz qoldigan, shalloq degan ismni olib qoldigan, yana biz bo'lib qolamiz. Shuningga diqqat qilsak, aziz qarindoshlar, mushundaq masalalarni uchrayotgan bo'lsanglar, darhol qaror berib mana shu ishga qarindishimizdek o'zinglar turayotgan rayondagi, shaharlardagi psixologlar bilan bir maslahatlashib, undan keyin qaror chiqarsanglarmi kechikmaysizlar. Bugungi darsimiz mushada bo'lsa, ko'plagan oilalarning texmo baxtlik, xushal xuram bo'lish uchun mushu darsni hammanglarga sundim. Huzurlanishinglarni, qo'llanishinglarni anglab qo'yib o'tib ketmay, hayotimda mushu narsalar qanchalik menga uchrayotidi, men qanchalik tahdidlarni elib kelyotidi, menmi bir o'zimdan intam appaqaychu, mush xatolik bo'lsa tuz to'laychu deb tuz to'lasanglar, sizlarmi foydasini ko'rib qolasizlar. Bugungi darsimiz mushada bo'lsa, Allohga omonat bo'linglar.